Barcha armiylar intiqlik bilan kutgan lahza nihoyat yetib keldi. K-pop fenomenlari 4 yillik tanaffusdan so'ng comeback tur va yangi albomni e'lon qildi. Albom 20-mart sanasida chiqadi. Oldindan buyurtmalar allaqachon boshlangan. BTSning Arirang nomli 5-studiya albomi iyul oyidan beri tayyorlanmoqda va u 14 ta trekdan iborat bo'ladi. Aytilishicha, bu albom 2022-yilda guruh Janubiy Koreyaning majburiy harbiy xizmatni o'tash va yakkaxon faoliyat bilan shug'ullanish uchun tanaffus qilganidan keyin BTS uchun yangi yo'nalishni boshlab beradi. Yangi albomdan so'ng jahon turi boshlanadi. Bu ularning 2019-yildan beri birinchi turi. Tur 9-aprel kuni Koreyada start oladi va butun 1 yil davom etadi. Arirang so'z sifatida aniq ma'nosi yo'q. Ammo avloddan avlodga yetib kelgan qo'shiqlarning turli versiyalarida bir xil his-tuyg'ular takrorlanadi. Sog'inch, ajralish va qayta uchrashish va bular bilan birga sevgi. Uzoq ajralishdan so'ng BTS yana birga yig'ilmoqda va Arirang ularning yo'li haqidagi hikoya kabi eshitiladi. Arirang alohida ahamiyatga ega, chunki u guruh a'zolarining kelajakdagi yo'nalishini belgilab beradi. A'zolar qo'shiqlarni yozish va prodyuserlikning barcha bosqichlarida faol ishtirok etishdi. O'z yo'llari davomida his qilgan his-tuyg'ulari va mulohazalarini ifodalashdi. 14 ta trek orqali albom BTS uzoq vaqtdan beri to'liq guruh qaytishini kutib kelgan armiyaga aytmoqchi bo'lgan samimiy hikoyalarini bo'lishadi. Logotip esa Koreya bayrog'idagi ikki ramzni ifodalashi ma'lum bo'ldi. Ikkinchi doira bahor, uchinchi doira quyosh. Ehtimol bu albomning asosiy konsepsiyasidir, chunki Arirang koreys madaniyatining juda kuchli va muhim ramzi hisoblanadi. Comeback'ga tayyorlaning. Albomni Spotify va Apple Music'da oldindan saqlashni unutmang. Bu yangi rekordlar o'rnatishda yordam beradi.